Do'stlar, xushxabar, bu haqiqat ekan. Boshida men ham ishonmagandim. Mana shu videomizdan keyin juda ko'p savollar keldi. Bizga aka bizani ham chaqiring, qanday qilib borsak bo'ladi degan mazmundagi. Men va'da qilganimdek, ikkala tomon bilan ham gaplashdim. Ya'ni Amerikadagi mavsumiy ishlarga o'zbekistonliklarni jalb qilish to'g'risidagi yangilik bo'yicha Amerika tomoni bilan ham O'zbekiston tomoni bilan ham gaplashdim va bugun sizlarga o'sha eng ko'p berilgan savollarga javob berib o'taman. Eng ko'p berilgan savollardan bittasi bu yosh chegarasi haqida so'rashibdi. Bu ishlar Amerikaga viza olish va mana bu ishlar 18 yoshdan yuqori bo'lganlar uchun. Ikkinchisi, til bilish shartmi? Til bilishingiz shart, lekin buni qandaydir til sertifikati bilan isbotlashingiz shart emas. Ya'ni bu yerdagi ish beruvchi bilan muomala qila bilish darajasidagi til bilish darajangiz yetarli bo'ladi. Keyingisi oyliklar masalasi edi. Bizani ko'proq qiziqtiradigan narsa. Bu yerdagi ish beruvchi, Amerikadagi ish beruvchi sizni yotoq joyingiz, ishga borib kelish xarajatlaringiz, yeb ichishingizgacha, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlaringizgacha bu yerdagi tashkilotni, bu yerdagi ish beruvchini o'zi qoplaydi. Bu uchun bundan keyin sizlarga qoladigan daromad 3,5 ming atrofida bo'ladi. Eng oxirgisi, vizani qanday olamiz, qanday kelamiz? H2A vizasi orqali kelasizlar va bu vizani faqatgina Mehnat migratsiyasi agentligi orqali olasiz. O'rtadagi hech qanday tashkilot sizga bu vizani olib bera olmaydi. Tashkilot deganda agentlik, hech qanday agentlik sizga bu vizani olib bera olmaydi. Faqat Mehnat migratsiyasi agentligi orqali bu vizani olishingiz mumkin bo'ladi. Mehnat migratsiyasi agentligi bilan gaplashdik. Ular bizga vakansiyalar kelishi bilan buni e'lon qilamiz, tanlov e'lon qilamiz, tanlov asosida tanlab yuboramiz Amerikaga deyishdi. Xo'p, umid qilamizki, bu tanlovlari puli ko'pligi to'g'risida bo'lmaydi. Chunki bu narsa menimcha shaxsan prezidentimiz nazoratidagi narsa, chunki o'zlari 2-3 marta Amerikaga kelib ketdi va shaxsan o'zlari topshiriq berdi Amerikaga O'zbekiston fuqarolarini yuborish to'g'risida. Shuning uchun bu narsada umid qilamiz korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi va ehtiyoji bor inson kelib bu yerda ishini qiladi.